Ulgurib qoling. 10 ming dollarga Kia Bongo 2011-yil 138 dizel turbinali motorga metan qo'yilgan. Toshkentlik obunachimi mashinalari. Mashinamiz ikkita temir metan 100 tali, 100 dollarlik kauchuklar, orqa 4 ta balonni, lassa 60-70% holatda, 285 bort, spalnili. Puli zarur bo'lib sotilyapti. Mashina yurib turgan, hadovoyda ishi bor deyaptilar va turbinani almashtirish kerak. Turbina ozgina moy o'tkazyapti dedilar. Bilasiz bilan turbinasi o'rtacha 1 yilda almashtirib turiladi. Yurib turgan, ishlab turgan mashina. Udar kaltagi kraskasini bilmayman, kelib ko'rib olishaveradi. Men ham 4 yildan bir haydayman dedilar. O'zingizdan bir ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rinishdan mashina zo'r. Oldi balonlari lassa deyarli yangi, 100 dollarga yaqinda 90 tali akkumulyator ham o'rnatganman dedilar. Aziz obunachilar, menimcha 2011-yil 10 ming dollarga zo'r narx. Ulgurib qoling. Oz-moz ehtimol sunnatga o't berishlari mumkin, ko'p emas, 100% naqdga. Variant kredit vukpa yo'q. Oldilari qarang, juda ham chiroyli, kamyob bo'lgan, oldida do'gilargacha bor. Video past egasi nomerini qoldiraman. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Xudo xolasa bundan-da zo'r bongolar joylab boriladi.